Rossiya prezidenti Vladimir Putin Islom Karimovni xotirladi. Assalomu alaykum. Kanalimizni birinchi bor ko'rib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni, videoga like bosishni, izohlarda esa o'z fikringizni yozib qoldirishni unutmang. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov buyuk davlat va siyosat arbobi edi. U nafaqat Markaziy Osiyoda, balki dunyo hamjamiyatida ham katta obro' e'tiborga ega. O'zining siyosiy qarashlari, kelajakni oldindan ko'ra bilishi, xalqparvarligi va millatsevarligi, qolaversa, global muammolar ustidan doimiy ravishda bosh qotirib, ularni yechish yo'llarini qidirishi bilan ham nazarga tushgan edi. Mintaqada katta hurmat qozongan Islom Karimov Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin bilan ham iliq munosabatlarda bo'lgan. Ular nafaqat siyosiy hamfikr, balki do'st, og'ayni bo'lgan. Bu haqida Vladimir Putin xotiralari Islom Karimov nomidagi Respublika xayriya jamoat fondining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga joylashtirildi. Islom Abdug'aniyevich buyuk davlat arbobi, o'z mamlakatining haqiqiy yetakchisi edi. Zamonaviy o'zbek davlatchiligi tarixini muhim bosqichlarini aynan uning nomi bilan bog'lash mumkindir. Islom Karimov rahbarligida O'zbekiston Markaziy Osiyoda xavfsizlik va barqarorligini mustahkamlash hamda mintaqada ko'p tomonlama hamkorlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan tinchlikparvar siyosatini olib bordi. Islom Karimov O'zbekistonning mustaqil davlat sifatida shakllanishiga ulkan hissa qo'shdi. Uning xizmatlari ko'lamini faqatgina vaqt o'tib to'liq anglash mumkin deb o'ylayman. O'zbekistonning yangi tarixida ro'y berayotgan voqealarni turlicha baholash mumkin. Eng asosiysi, davlat rahbari mamlakatda barqarorlikni, tinchlikni, izchil taraqqiyotni saqlab qoldi. Ko'p yillik qadrdonligimiz va hamkorlikdagi faoliyatimiz mobaynida, ayniqsa so'nggi yillarda Islom Abdug'aniyevich bilan o'rtamizda iliq munosabatlar shakllangandi. U menga xayrixoh munosabatda edi. Yoshi mendan ancha katta bo'lganligi bois Islom Abdug'aniyevich Karimov ismimni aytib "sen" deb murojaat qilar edi. Bundan esa insoniy bir samimiy yaqinlikni his etar edim, deydi Vladimir Putin o'z xotiralarida. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov 2016-yilning 2-sentyabr kuni 78 yoshida og'ir xastalikdan vafot etgan edi.